Bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Va'da berdingmi, bajar. Kelding, dada olib keldingizmi deb chiqdi. Esdan chiqib qoldi. Ha, bo'pti, yo'q, shart qayting orqaga. Borib erikmasdan olib keling. Modomiki bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamaydigan bo'lsangiz. Bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamasangiz, va'dangizni ustida turing. Avval va'da bermang agar qilmaydigan bo'lsangiz. Chunki va'da berib turib bajarmasangiz, bolaga amaliy suratda yolg'onni o'zingiz o'rgatdingiz. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolangiz indamay qo'yaveradi, bajarmasangiz. Dada siz yolg'onchi ekansiz demaydi, indamay qo'yib bolangiz u.